Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hammaga Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Navrozga, yaxshi kunlaringlarga, tug'ilgan kunlar, xo'p, oldinda kelayotgan bayramlar, hayit bayramlariga, yaqinlaringizlarda ko'nglini olish uchun noodatiy juda ham ajoyib sovg'a izlab yurgan qadrdonlar. Sizlar uchun bugun o'zgacha gullar olami, shunaqangi bir ajoyib joylardan video qilamiz. Xo'p, videoni boshida eslatib o'taman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yamiz. Obuna bo'lganlar videoni yaqinlaringizga podilyatsiya qilib qo'yinglar, chunki bu joyda juda ko'pchilik bilmasligi mumkin. Yaqinlaringizda, ota-onangizda, ayolingizda, xo'p, sevganingizda xursand qilish uchun noodatiy sovg'alar istayotgan bo'lsanglar, xudo xolasa bu yerda bir chekkadan obzor qilib beraman. Sizlar ko'rib turgan narsalarda bu go'zallikda juda ko'p tabiiy. Endi sun'iylari ham bor. Kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi deydi-yu. Shunday hamma har xil narsa yoqtiradi. Lekin juda ko'p tabiiy narsalar ekan, qadrli obunachilar. Xo'p, bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlab, bittadan like bosib turasizlar. Biz sizlar uchun gullarni juda ham ajoyiblaridan ko'rsatamiz. Xo'p, qadrli obunachilar, mana bu gulimizni qaranglar. Juda ham chiroyli ekan. Xo'p, narxi 150 ming so'm. Xo'p, tepadagi gulimiz. Opa, bunisi nech pul? Bu ham 150 ming so'm, ha? Xo'p, shu pastavkadagi 3 xil guli 150 ming so'mdan narxlari. Katta gullarimiz qanaqa bular? Katta tuvaydagilar. 500 ming so'm. Xo'p, qadrli obunachilar, bo'yi taxminan 1,5 metr atrofida ofisnoy yoki katta kirish joylariga qo'ysa ham bo'ladi ekan. 1,5 metr atrofidagi gullarimiz ekan. 500 ming so'mdan 900 ming so'mgacha, ya? Shunaqami opa? 900 ming, 1 milliongacha bor ekan. Xo'p, istagan gullardan bor ekan. Manzilda, xudo xolasa oxirida aytib o'taman sizlarga. Aniq lokatsiyalarini tushuntiramiz. Xo'p, yangi qurgan uylaringizda tabiiy gullar bilan bezanglar. Va qadrdonlar, mana uni qaranglar. Opa, mana u nech pul? 2,5 million ekan-a? Chekadagi. Buni shunaqa to'qib chiqadimi? Malatis. Bu svetilni ham o'rnatib qo'ysizlar, opa, yonadimi bu? Voy, malatis. Xo'p, qadrdonlar, svetilnilargacha o'rnatib qo'ygan ekan, qaranglar. Mana shu tabiiy narsa, sizlar ko'rib turgan tabiiy narsa. Bu endi katta tuvakka o'rnatib beriladi ekan. Xo'p, narxi 2,5 million so'm. Kami bor, opa. Tushirib beriladi-ya hammasi. Narsa. Xo'p, qaranglar, qadrdonlar, ichkaridan ko'rsatamiz. Ichkarida buket uchun gullarimiz ekan. Tayyor buketlarimiz. Xo'p, sizlar hamma joyda ham uchratavermaysizlar bu narsani. Hamma joyda ham topsanglar bo'ladigan narsa emas. Buni sizlarga hamma ham ko'rsatavermaydi deydi-yu. Mana bu gullar qaranglar. Qadrdonlar, bularga nima deysizlar endi? Gullarni qaranglar, atirgulning kichkinasi ekan. Mana undan bir dona olib sevgan qizingizni xursand qilib qo'ysangiz bo'ldi-da o'zi. Mabodo siz sevmay turgan bo'lsa ham endi siznikida. Qadrdonlar, buketlar, narx-navolari qaranglar. 290 ming so'm, 330 ming so'm, 400 ming so'm, 400 ming so'm, 400 ming so'm, 365 ming so'm, 350 ming so'm narx-navolari. Endi xudo xolasa bizning nomimizdan Biznes TV kanalidan yoki Kami bor kanalidan oldik deb aloqaga xolasa narx-navolarni arzonlatib berishadi. Xo'p, endi bu yoqdan ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turamiz, qadrli obunachilar. Bu yerda eng qizig'i hali oldinda. Sizlar uchun shunaqangi bitta tabiiy ajoyib manzara ko'rsataman. Xo'p, bu gullarimiz suvga solib qo'yilgan ekan, qadrdonlar. Mana buralib chiqib ketadigan gul ekan mana. Mana uni bir boshqacharoq ekan bu ham. Hali 2,5 million deb ko'rsatgan gulimiz boshqacha. Xo'p, 2,5 million degan gulimiz bo'yi mendan balandroq turib, примерно 185 atrofida ekan. Qadrdonlar, bo'ylari. Opam, mana u tabiiy emas-a? Bunisi sun'iy. Ha, bu sun'iy. Tabiiysi bilan sun'iysini adashtirib qo'yasiz ekan odam. Вообще o'xshaydi.
Xo'p, qadrdonlar. Qaranglar. Qushlar ham bor ekan bu yerda. Xullas borib bir kelib, bir aylansanglar, maza qilib bahri dilinglar ochiladigan, bir hali kayfiyatinglar tushib ketgan vaqtda kelib, bir ko'rsanglar, maza qiladigan joy ekan, xullas. 2 dona narsa olsanglar ham shu yerga kelib, aylanib maza qiladigan joy ekan. Qadrdonlar, men sizlarga tavsiya qilaman. Yomon narsani tavsiya qilmayman obunachilarimga, bilasizlar. Menga yoqdi. Shaxsan menga yoqdi. Kelib haqiqatan maza qildim. Xo'p, qaranglar. Qadrdonlar. Xo'p, 150 ming so'm ekan. Mana gulchamiz. Xo'p, bunisi 200 ming so'm. Aytib o'tganimizdek, hamma narsaning kami bor. Iloji yo'q narsani o'zi yo'q. Xudo xolasa tushirib berishadi, narx-navolarni. 150 ming so'm, 150 ming so'm. Xo'p, endi. Opa, mana 50 ming so'm, shunaqami? Xo'p. Puli qimmat u deydiganlarga mana arzon variantlari ham bor ekan. Mana gulimiz mana 50 ming so'm. Opa, eng arzon gullarimiz shu 50 mingdan boshlanadimi? 50 mingdan boshlab, 1 million, 2,5 milliongacha bor. Eng baland shumi 2,5 million yo undan qimmati ham bormi? Shu-ya? Ya, bormi? Shu. Xo'p, 2,5 million so'm. Buni nomi nima, opa? Kofe. O'zi kofe shundan olinadimi yo nomi shunaqa? Shu kofe shundan. Xo'p, kofe daraxt ekan. Qadrli obunachilar, men ko'rmaganman, faqat eshitganman xolos. Meksikada, Ispaniyada bo'ladi deb eshitganman. Kofe daraxti mana shu ekan. Qadrdonlar. Xo'sh, sizlar uchun qaranglar, 200 ming so'm mana bu gulimiz. Hop, kaktuslarimizni xilma-xilla bor. Opa, bu kaktusga rang sepib qo'yganmisizlar? Yo shunaqami o'zi? Sepiladimi? Qaranglar, qadrdonlar. Kaktusning ranglarini qaranglar, mana qaranglar. Nechta rangi bor? Siyoh rang 1. Pushti 2, sariq 3, qizil 4. Bu kaktus emas ekan. Oqi 5, yashili 6. Mana u yana qanaqa rang? 7. Mana u sariq, och sariq 8. Xo'p, buchi. Buni qaranglar. Bu ham kaktus. Bu ham kaktus. Xo'p, qadrdonlar. Qaranglar, bitta ish qilamiz. Shunchaki, mayli gulga qiziqmassiz yoki men misol, men erkak kishiman, men gulda nima keragi bor deya. Xo'p, ofisingiz bor, misol uchun. Qarang, ofisingizga kompyuteringiz yoniga. Xo'p, shunchaki sizga foyda berib turishi uchun ko'zni zreniyasiga foydasi bor, bilasizlar. Shunchaki ham bahri dilingiz ochiladi, ham ko'rib buni maza qilasiz, ham foydasi bor narsa. Kaktus. Xohlagan rangingizda bor ekan kaktuslar. Endi idishlarni qaranglar. Idishlarda xilma-xillari bor ekan. Xohlagan idishinglarga o'rnatib berishadi ekan, tuvaylarga o'rnatib, xohlagan ranginglarda, xohlagan stilinglarda qilib berishadi ekan. Opa, bular hali yerga ekiladigan gullarmi? Shu tuvakka ekiladimi? Tuvakka ekiladigan ekan bu. Xo'p, qadrdonlar, sovg'a olish uchun mana xohlagan narsalar bor, xudo xolasa. Shokoladlarimiz, podarочный sumkalar, mягкий игрушкаlar. Yo'q narsani o'zi yo'q ekan. Tavsiya qilaman, qadrdonlar. Bitta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Eng qizig'i hali oldinda deb aytdim-ku. Sizlarga bitta juda ham ajoyib manzara ko'rsataman. Mana bu xonani ichida qilingan shar-shar ekan. Qaranglar, qadrdonlar. Bu suv bu yoqdan tushib kelyapti. Yana qayerdandir shu o'ziga qaytib chiqib ketyapti. Endi, xo'p, buni nimasi qizi? Bu bor narsa-yu, hamma joyda ham ko'rganmiz desanglar, buni ichida tirik baliq yuribdi desam ishonasizlarmi? Mana, obunachilar. Buni qaranglar. Tirik baliqlar yuribdi shu yerda. Ochiq. Nima qilingan? Akvarium qilingan. Tepasi ochiq mana. Hech qanday ayna yo'q mana. Hech nima yo'q. Mana yo'q, ochiq mana suv. Qaranglar. Shu yerda baliq yuribdi mana. Kimga qanaqa ko'ringan bilmadim, lekin menga juda boshqacha ko'rindi. Xo'p, suv kelish yo'llari. Buni qaranglar. Xo'p, qadrdonlar.
Sizlar uchun qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qildim. Xo'p, bizni kamtarona mehnatimiz qo'llab-quvvatlab, videoga bitta chiroyli like bosib, videoni yaqinlaringizlarga, xoh erkak kishi bo'lsin, xoh ayol kishi bo'lsin, sinfdosh, qarindosh, guruhdosh, mahalladosh, tanish bilishinglar bo'lsa-ki, hammasiga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa, kimdir izlab yurgan narsasini topadi-da, sovg'a tanlab olish juda qiyin narsa-yu, bilasizlar. Shu sovg'ani tanlab olish uchun hali eng yaxshi variant menimcha, eng to'g'ri yechim shu. Shu yerga kelasizlar, xudo xolasa, hamma narsani topasizlar. Gulni qaranglar. Aytgan turinglardan bor ekan. Ana sovg'ani ana korobkalarga joylab berishar ekan, chiroyli. Sumkalarda ham asha cho'tkilari bor. Qadrdonlar, keyingi efirlarda ko'rishguncha o'zingizlar ehtiyot qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navro'z ayyom yana bir bor muborak bo'lsin hammaga. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman bu narsalarni. Sog' bo'linglar. Xo'p, manzilni aytish esimdan chiqdi. Uzr. Manzil Andijon shahri, Yangi bozor hududi, Mo'ljal Villa Elegant gastinsani yonida. Xudo xolasa temir yo'l vokzal tomon bilan kirib kelsanglar ham bo'ladi, Mumtozni yonidan yurib kelsanglar ham bo'ladi. Juda ham ajoyib ekan. Kelinglar qadrdonlar, sizlarga tavsiya qilaman. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar.